Salom hurmatli tomoshabinlar. Bugun biz hammamizni tashvishga solayotgan minglab odamlarning dilidagi savolga javob izlaymiz. Odamlar orasida shiddat bilan tarqalayotgan bir mish-mish bor. Oldin yoshdan keyin odamlarni davolashni to'xtatisharmish. Go'yo shunday bir maxfiy buyruq mavjud emish. Siz ham bu gaplarni eshitdingizmi? O'zingiz yoki yaqinlaringiz uchun xavotirdamisiz? Agar shunday bo'lsa, siz to'g'ri joyga keldingiz. Bu ma'lumot sizning salomatligingiz va huquqlaringiz uchun nihoyatda muhim. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hozirning o'zida kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu bizga bunday muhim mavzularni ko'proq yoritishga yordam beradi. Muammoning mohiyati xo'sh, avvallari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Keling, shu savolga javob topishga harakat qilaylik. Avvallari, ya'ni Sovet davrida tibbiyot tizimi markazlashgan va butun aholi uchun mutlaqo bepul edi. Har bir fuqaro, yoshidan qat'iy nazar, poliklinika va shifoxonalarda istalgan tibbiy yordamni olish huquqiga ega edi. Albatta, o'sha paytda ham o'ziga yarasha kamchiliklar, navbatlar, ba'zida kerakli dori-darmon yoki mutaxassisning yo'qligi kabi muammolar bor edi. Ammo shunga qaramay odamlarda davolanish rad etilishi mumkin degan qo'rquv deyarli yo'q edi. Tibbiy yordam olish har bir insonning tug'ma huquqi sifatida qabul qilinardi. Mustaqillikdan so'ng O'zbekiston tibbiyot tizimi ulkan o'zgarishlarni boshidan kechirdi. Xususan, so'nggi yillarda sog'liqni saqlash sohasida bir qator islohotlar amalga oshirildi. Bu islohotlarning asosiy maqsadi tibbiy xizmat sifatini oshirish, aholi uchun yanada qulay va samarali tizim yaratish edi. Ammo har qanday katta o'zgarishlar singari bu islohotlar ham ba'zi tushunmovchiliklar va noto'g'ri talqinlarga sabab bo'ldi. Ayniqsa, tibbiy xizmatlarning moliyalashtirish mexanizmlari o'zgargani, aholi bandligining o'zgarishi, xususiy tibbiyotning rivojlanishi va davlat tibbiyot muassasalarining ba'zi yo'nalishlarda optimizatsiyasi, ya'ni xizmatlarning qayta taqsimlanishi haqidagi gap so'zlar odamlarda, ayniqsa keksa yoshdagilarda menga tibbiy yordam ko'rsatilmasligi mumkin degan xavotirlarni keltirib chiqardi. Ayniqsa 6 yoshdan keyin davolash to'xtatiladi yoki maxfiy buyruq haqidagi mish-mishlar butun mamlakat bo'ylab keng tarqaldi. Bu mish-mishlar ko'pincha rasmiy manbalardan emas, balki eshitishimcha, faloncha aytdi kabi asossiz ma'lumotlar orqali tarqaladi. Ko'pincha bu gaplar masalan, biror pensionerning muayyan dori vositasini bepul ola olmasligi yoki muayyan tibbiy muolajani olish uchun uzoq navbat kutishga to'g'ri kelish kabi holatlardan keyin paydo bo'ladi. Odamlar bu kabi alohida holatlarni tizimli muammolar yoki yangi maxfiy buyruq bilan bog'lashga moyil bo'ladilar. Vaholanki haqiqat ko'pincha boshqa joyda bo'ladi va buni aniq tushunib olishimiz kerak. Hozirgi kunda rasmiy davlat siyosatida fuqarolarni yoshiga qarab tibbiy yordamdan mahrum qilish haqida hech qanday buyruq yo'q va bo'lishi ham mumkin emas. Aksincha, keksa yoshdagi fuqarolarga alohida e'tibor qaratish, ularning salomatligini mustahkamlash bo'yicha ko'plab davlat dasturlari faoliyat yuritmoqda. Ammo tibbiy yordamni olish mexanizmlari o'zgarganini ham tan olish lozim. Birinchi asosiy qism: nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olish kerak va kim xavotir olmasligi kerak? Keling, avvalo savolning eng muhim qismiga javob beraylik. 6 yoshdan keyin sizni davolashmaydimi? Javob aniq: yo'q, bu mutlaqo noto'g'ri. Hech qanday rasmiy qonun yoki buyruqda fuqarolarni yoshiga qarab davolashni rad etish ko'zda tutilmagan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 190 moddasida har kim malakali tibbiy xizmatdan foydalanish huquqiga egaligi kafolatlangan. Bu huquq yoshga qarab cheklanmaydi. Aksincha, keksa yoshdagi fuqarolarga davlat tomonidan qo'shimcha imtiyozlar va e'tibor ko'rsatiladi. Xususan 2002 yil 24 fevraldagi PK 413 sonli O'zbekiston Respublikasi aholisiga tibbiy yordam ko'rsatish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori va boshqa ko'plab me'yoriy hujjatlarda keksa yoshdagi shaxslarga, nogironlarga va boshqa ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarga tibbiy xizmat ko'rsatish bo'yicha alohida bandlar mavjud. Ammo shunga qaramay, ba'zi odamlar amalda muammolarga duch kelishlari mumkin. Keling, bunga bir nechta aniq misollar bilan oydinlik kiritaylik. Misol 1: shoshilinch tibbiy yordam. Hech kim yoshidan qat'iy nazar shoshilinch tibbiy yordamdan mahrum etilmaydi. Tasavvur qiling, 5 yoshli Murod boboning to'satdan yuragi xuruj qildi. Unga tez yordam chaqiriladi. Tez yordam brigadasi uning yoshiga qarab davolamaymiz deb aytishga haqqi yo'q. Ular zudlik bilan kerakli yordamni ko'rsatadi
va agar zarur bo'lsa shifoxonaga olib boradi. Bu qo'yda O'zbekiston Respublikasining fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risidagi qonunda aniq belgilangan. Ya'ni hayot uchun xavf tug'ilganda yoshning ahamiyati yo'q. Bu borada hech kim xavotir olmasligi kerak. Misol bepul dori-darmonlar va imtiyozli tibbiy xizmatlar. 6 yoshdan oshgan barcha fuqarolar avtomatik ravishda bepul dori-darmon yoki barcha tibbiy xizmatlardan mutlaqo tekin foydalanish huquqiga ega degan fikr ham mavjud. Bu qisman to'g'ri, ammo to'liq emas. Davlat muayyan kasalliklarga chalingan yoki muayyan toifadagi keksa fuqarolar, masalan, Ikkinchi jahon urushi qatnashchilari, mehnat faxriylari, nogironlar, ijtimoiy jihatdan himoyaga muhtoj pensionerlar uchun bepul dori-darmonlar ro'yxatini va imtiyozli tibbiy xizmatlarni taqdim etadi. Misol uchun 6-8 yoshli hovlida bu qandli diabetga chalingan bo'lsa, u davlat tomonidan ta'minlanadigan dori-darmonlar ro'yxati doirasida insulin yoki boshqa zarur dorilarni bepul olish huquqiga ega. Ammo uning 6-2 yoshli qo'shnisi hech qanday surunkali kasallikka chalinmagan bo'lsa, u shamollashga qarshi dori-darmonlarni o'z hisobidan sotib oladi. Xavotir olish kerak bo'lganlar. Agar siz bepul dori-darmonlar yoki imtiyozli tibbiy xizmatlar ro'yxatiga kiruvchi kasallikka chalingan bo'lsangiz, lekin sizga bu xizmatlar rad etilsa, xavotir olishingiz kerak. Bunday hollarda siz o'z huquqlaringizni talab qilishingiz shart. Xavotir olmasligi kerak bo'lganlar. Yuqoridagi imtiyozli toifaga kirmaydigan yoki davlat tomonidan belgilanmagan dorilarni talab qilayotganlar. Ularga barcha dori-darmonlar bepul berilmasligi tabiiy hol. Bu yoshga bog'liq cheklov emas, balki belgilangan tartib. Misol 3. Maxsus operatsiyalar va yuqori texnologiyali muolajalar. Ba'zida keksa yoshdagi bemorlar murakkab va qimmat operatsiyalarga muhtoj bo'lishadi. Masalan, yurakni stentlash, tissa bo'g'imini almashtirish yoki ko'zga lazerli operatsiya. Ushbu turdagi muolajalar davlat tomonidan kafolatlangan tibbiy xizmatlar doirasiga kirsa-da, ularni olish tartibi va moliyalashtirish mexanizmlari biroz murakkabroq bo'lishi mumkin. Faraz qilaylik, 2 yoshli Gulnora opaga yurakda qimmatbaho stentlash operatsiyasi kerak. U mahalliy poliklinika orqali viloyatdagi yoki respublikadagi ixtisoslashgan markazga yo'llanma olish kerak. Ba'zida bu yo'llanmani olish jarayoni uzoq vaqt talab qilishi, navbatlar bo'lishi yoki poliklinika shifokori yetarli ma'lumotga ega bo'lmasligi mumkin. Odamlar bunday holatlarni yoshim o'tgani uchun davolamayapti deb tushunishadi. Vaholanki, muammo ko'pincha tizimning samaradorligida, navbatlarning ko'pligida yoki byurokratik to'siqlarda. Bu afsuski barcha yoshdagi bemorlarga ta'sir qilishi mumkin, lekin keksa yoshda odamlar uchun ayniqsa og'irlik qiladi. Chunki ularning sog'lig'i yomonlashishi sababli har bir kun muhim bo'lishi mumkin. Xavotir olishi kerak bo'lganlar, agar sizga shoshilinch hayotiy muhim operatsiya kerak bo'lsa, ammo sizni navbatga qo'yishni yoki yo'llanma berishni asossiz ravishda rad etishsa, xavotir olmasligi kerak bo'lganlar, agar sizga shoshilinch bo'lmagan rejaviy operatsiya kerak bo'lsa va sizni ro'yxatga olib navbatga qo'yishgan bo'lsa, navbat bo'lishi mumkin. Bu odatiy hol. Muhimi, sizning murojaatingiz rad etilmagan va hujjatlaringiz qabul qilingan bo'lishi. Demak, maxfiy buyruq aslida mavjud emas. Lekin tibbiy xizmat ko'rsatish tartib-qoidalaridagi o'zgarishlar va byurokratik jarayonlar ba'zan davolashni rad etish kabi noto'g'ri talqin qilinishi mumkin. Kim xavotir olishi kerak? Asosan, o'z huquqlarini bilmaydiganlar, tibbiy hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirmaydiganlar va tizim bilan muloqot qilishda qiyinchiliklarga duch keladiganlar. Kim xavotir olmasligi kerak? O'z huquqlarini biladigan, qonuniy tartib-qoidalarga rioya qiladigan va kerak bo'lganda murojaat qilishdan qo'rqmaydiganlar. Ikkinchi asosiy qism istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Endi esa istisnolar, tuzoqlar va kamdan kam holatlarda uchraydigan, ammo aholi orasida katta noroziliklarga sabab bo'ladigan noaniq nuanslarga to'xtalib o'taylik. Aynan shu jihatlar ko'pincha maxfiy buyruq haqidagi mish-mishlarning paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. 1. Istisnolar va imtiyozli toifalar. Yuqorida aytganimizdek, ba'zi keksa yoshdagi fuqarolar haqiqatan ham qo'shimcha imtiyozlarga ega. Bular kimlar? Birinchi navbatda Ikkinchi jahon urushi faxriylari va nogironlari, shuningdek ularga tenglashtirilgan shaxslar. Ular uchun tibbiy xizmatlar, jumladan sanatoriy kurort davolash hamda ayrim dori-darmonlar deyarli to'liq davlat hisobidan ta'minlanadi. Ikkinchidan, I va II guruh nogironlari. Ular ham tibbiy yordam va dori-darmonlar bo'yicha imtiyozlarga ega. Uchinchidan, ijtimoiy jihatdan himoyaga muhtoj
kam ta'minlangan oilalarning keksa yoshdagi a'zolari. Ular ham davlat dasturlari doirasida qo'shimcha yordam olishlari mumkin. 4-dan ba'zi surunkali kasalliklarga chalingan keksa yoshdagi fuqarolar. Masalan, qandli diabet, onkologik kasalliklar, ruhiy kasalliklar, sil kasalligi kabi. Bu kasalliklar bo'yicha davlat kafolatlangan tibbiy yordam va dori-darmonlar taqdim etadi. Ushbu toifaga kiruvchi shaxslar o'z huquqlarini yaxshi bilishlari va ulardan foydalanishlari kerak. Agar ularga rad javobi berilsa, bu qonun buzilishi hisoblanadi. Ikki tizimdagi tuzoqlar va noto'g'ri talqinlar bu borada ko'pincha odamlar davolashdan bosh tortish deb qabul qiladigan bir nechta holatlar mavjud. Moliyalashtirish mexanizmining o'zgarishi ilgari shifoxonalar bemorlar sondan qat'iy nazar budjetdan ma'lum bir summani olgan. Hozirda esa ba'zi tibbiyot muassasalarida moliyalashtirish davolangan holatlar soniga qarab amalga oshiriladi. Bu degani shifoxona qancha ko'p bemorni davolasa, shuncha ko'p mablag' oladi. Ba'zan ushbu tizim shifoxonalar va poliklinikalarning qimmat, ammo davlat tomonidan kafolatlanmagan muolajalarni amalga oshirishdan manfaatdor emasligini anglatishi mumkin. Bu davolashni rad etish emas, balki moliyaviy cheklovlardir. Yo'llanma referal tizimi. Ko'pincha keksa yoshdagi bemorlarga poliklinika darajasida yordam berilishi kerak bo'lgan holatlarda ular to'g'ridan-to'g'ri shifoxonaga borganlarida rad javobini olishlari mumkin. Shifoxona shifokorlari bizga poliklinikadan yo'llanma bilan keling deyishadi. Bu ko'pincha davolashni rad etish deb tushuniladi. Ammo aslida bu tibbiy xizmat ko'rsatishning bosqichma-bosqich tizim talabi. Dastlabki yordam joydagi oilaviy shifokor tomonidan ko'rsatilishi kerak, keyin kerak bo'lsa, u mutaxassisga yoki shifoxonaga yo'llanma beradi. Bu tizim resurslarni oqilona taqsimlashga yordam beradi. Ammo keksa yoshdagi odamlar uchun qo'shimcha ovoragarchilik tug'dirishi mumkin. Diagnostika va davolash standartlari. Har bir kasallikni davolash bo'yicha tasdiqlangan tibbiy standartlar mavjud. Ba'zan bemorning ahvoli murakkab bo'lganda yoki standartlar doirasidan tashqaridagi davolash usulini talab qilganda davlat shifoxonalari buni ta'minlay olmasligi mumkin. Bu yerda ham davolashni rad etish emas, balki imkoniyatlarning cheklanganligi yoki standartlarga muvofiq harakat qilish zarurati yotadi. Optimallashtirish va birlashtirish. Ba'zi kichik tibbiyot muassasalari optimallashtirish dasturlari doirasida yirikroq markazlarga qo'shilishi yoki xizmatlari qayta taqsimlanishi mumkin. Bu holatlarda odamlar bizning poliklinikada falonchi shifokor yo'qoldi yoki yangi uskuna olib kelishmadi kabi shikoyatlarni aytishadi. Bu ham maxfiy buyruq bilan bog'lanishi mumkin. Aslida esa bu ma'muriy islohotlar natijasidir. Masalan, 65 yoshli Anvar har doim o'zi yashaydigan mahalla poliklinikasidagi kardiologga borardi. Endi u kardiolog tuman markaziy poliklinikasiga ko'chirildi. Anvar aka uchun bu albatta noqulaylik tug'diradi va u buni yoshim o'tgani uchun kardiologni olib tashlashdi deb qabul qilishi mumkin. Lekin aslida bu xizmatlarning markazlashishi va resurslarni bir joyga jamlash natijasidir. O'tun, noaniq nüanslar. Shifokorning subyektiv bahosi. Ba'zan shifokor bemorning yoshini va umumiy ahvolini hisobga olib, ba'zi invaziv muolajalarni yoki operatsiyalarni tavsiya qilmasligi mumkin. Chunki operatsiya xavfi bemorning yoshiga bog'liq holda yuborib bo'ladi. Bu davolashni rad etish emas, balki bemorning hayotini saqlab qolishga qaratilgan professional qaror. Bunday hollarda shifokor muqobil konservativ davolash usullarini taklif qilishi kerak. Tibbiy sug'urta tizimi O'zbekistonda hali majburiy tibbiy sug'urta to'liq joriy etilmagan, ammo uning pilot loyihalari mavjud. Kelajakda sug'urta tizimi joriy etilganda tibbiy xizmat olish tartibi ancha o'zgaradi. Bemorlar sug'urta polislari doirasida xizmat olishlari kerak bo'ladi. Bu ham kelajakda davolashni rad etish kabi noto'g'ri talqinlarga sabab bo'lmasligi uchun hozirdan tushuntirish ishlarini olib borish muhim. Rasmiy ma'lumotning yetishmasligi. Eng katta muammolardan biri bu aholining tibbiy xizmat ko'rsatish tartibi, huquqlari va imtiyozlari haqida to'liq va tushunarli ma'lumotga ega emasligi. Natijada har qanday tushunmovchilik maxfiy buyruq bilan bog'lanadi. Amaliy maslahatlar nima qilish kerak? Hurmatli tomoshabinlar, endi eng muhim qismiga o'tamiz. Agar siz 6 yoshdan oshgan bo'lsangiz yoki yaqinlaringiz shu yoshda bo'lsa va tibbiy yordam olishda muammolarga duch kelsangiz, nima qilishingiz kerak? Qanday harakatlar qilish lozim? Quyida sizga aniq va amaliy ko'rsatmalar beraman. 1. O'z huquqlaringizni biling va o'rganing, bu eng muhim qadam. Siz qaysi tibbiy xizmatlarga bepul yoki imtiyozli asosda
haqli ekanligingizni aniq bilishingiz kerak. Qayerdan ma'lumot olish mumkin? Sog'liqni saqlash vazirligining rasmiy veb-sayti. Bu yerda barcha me'yoriy hujjatlar, qonunlar, qarorlar va imtiyozli ro'yxatlar mavjud. Saytdan foydalanishda qiyinchilik tug'ilsa, yoshroq oila a'zolaridan yordam so'rang. Tibbiy huquqlar bo'yicha umumiy ma'lumotnoma broshuralari. Ba'zi poliklinikalarda va tibbiyot muassasalarida shunga o'xshash axborot materiallari mavjud bo'ladi. Maliy tibbiyot muassasasi, poliklinika ma'muriyati, bosh shifokor yoki uning muovindan maslahat so'rashingiz mumkin. Sog'liqni saqlash vazirligining ishonch telefoni. Agar sizga ma'lumot berishni rad etilsa yoki huquqlaringiz buzilayotganini his qilsangiz, shu telefon raqamiga qo'ng'iroq qiling. Uning raqami ISSUS saytida ko'rsatilgan. 2. Barcha hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtiring va saqlang. Bu juda muhim. Har qanday tibbiy murojaatingiz, shifokorning xulosasi, yo'llanmalar, retseptlar, tahlil natijalari, bularning barchasini ehtiyot qilib saqlang. Pasport. Har doim o'zingiz bilan olib yuring. Pensiya guvohnomasi keksa yoshdagi fuqarolar uchun muhim hujjat. Tibbiy karta, ambulator karta. Sizning barcha kasallik tarixingiz, murojaatlaringiz va olgan davolanishlarıngiz yozilgan asosiy hujjat. Har safar shifokorga borganingizda kartangizda barcha ma'lumotlar qayd etilganligiga ishonch hosil qiling. Agar karta yo'q bo'lib qolsa, zudlik bilan tiklash choralarini ko'ring. Yo'llanmalar: agar sizga ixtisoslashgan shifoxonaga yoki boshqa mutaxassisga yo'llanma berilsa, uni nusxasini olib, asl nusxasini ehtiyotlab saqlang. Yo'llanmada aniq sana, shifokorning imzosi va muhr bo'lishi shart. Tibbiy komissiya xulosalari: agar sizda nogironlik guruhiga oid hujjatlar yoki boshqa tibbiy komissiya xulosalari bo'lsa, ularni ham saqlang. Qanday qilib tibbiy yordam olishni bilib oling. Oila shifokoridan boshlang. Bugungi kunda tibbiyot tizimi birinchi navbatda birlamchi tibbiy sanitariya yordamiga, ya'ni oilaviy shifokorlar tizimiga asoslangan. Har qanday kasallik yoki muammo bilan avval o'z hududingizga biriktirilgan oilaviy shifokorga murojaat qiling. U sizni ko'rib chiqadi, dastlabki diagnostika va davolashni amalga oshiradi. Agar zarur bo'lsa, mutaxassisga, kardiolog, endokrinolog va boshqalar yo'llanma beradi. Yo'llanma olish tartibi: agar sizga ixtisoslashgan shifoxonada davolanish yoki murakkab diagnostika kerak bo'lsa, oilaviy shifokoringiz sizga yo'llanma berishi shart. Yo'llanmani olishda qiyinchilik tug'ilsa, poliklinika bosh shifokoriga murojaat qiling. Navbatlar: ayrim murakkab operatsiyalar yoki yuqori texnologiyali muolajalar uchun navbat bo'lishi mumkin. Bu holatda sizni ro'yxatga olishlari va navbat raqamini berishlari shart. Siz o'zingizni ro'yxatga kiritilganingizga va navbatda turganingizga ishonch hosil qiling. 4. Agar sizga davolanishni rad etsa, nima qilish kerak? Avvalo, xotirjamlikni saqlang. Bu vaziyatda emotsiyalarga berilish foyda bermaydi. Yozma rad javobi talab qiling. Agar sizga og'zaki rad javobi berishsa, shifokordan yoki tibbiyot muassasasi ma'muriyatidan yozma rad javobi berishni talab qiling. Unda rad etishning aniq sabablari va qaysi me'yoriy hujjatga asoslanganligi ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Ko'pincha yozma rad javobini berishni istashmaydi, chunki bu keyinchalik shikoyat qilish uchun asos bo'ladi. Bu holatda siz o'zingiz yozma murojaat qilib, tibbiyot muassasasi rahbariyatiga, bosh shifokor nomiga ariza yuboring. Arizada nimalar bo'lishi kerak? O'zingizning to'liq FIH, yoshingiz, manzilingiz, telefon raqamingiz, qaysi tibbiy xizmatni so'raganingiz, sizga qaysi shifokor yoki xodim tomonidan qachon va qanday tarzda rad javobi berilganligi, rad etishning aniq sababini ko'rsatishni so'rang. Sizning konstitutsiyaviy huquqingiz buzilayotganini va qonuniy choralar ko'rishni so'rayotganingizni yozing. Arizani 2 nusxada tayyorlang. Bir nusxasini tibbiyot muassasasi qabulxonasiga topshirib, ikkinchi nusxasiga kirim shtampini sana va raqam bilan urdirib oling. Agar qabul qilishni rad etilsa, arizani pochta orqali buyurtma xat tarzida bildirishnoma bilan yuboring. Bu sizning murojaatingizni rasmiy tasdiqlaydi. Yuqori turuvchi tashkilotlarga murojaat qiling. Agar pastki bo'g'inda muammo hal etilmasa, yuqori tashkilotlarga murojaat qiling. Tuman, shahar sog'liqni saqlash bo'limi, viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi, O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi, Vazirlar Mahkamasining ishonch telefoni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi payam.uz. Bu juda samarali kanal hisoblanadi. Ombudsman, inson huquqlari bo'yicha vakil, prokuratura organlari, huquqbuzarlik alomatlari bo'lsa,
har bir murojaat qilganingizda sizning arizangizga javob berishlari shartligini unutmang. Qonun bo'yicha murojaatlarni ko'rib chiqish muddati 25 yoki 31 kunni tashkil etadi. 5. Profilaktika va dispanserizatsiya. Kasallikni davolagandan ko'ra uning oldini olgan afzal. Keksa yoshdagi fuqarolar uchun har yili muntazam tibbiy ko'rikdan o'tish, dispanserizatsiya juda muhim. Bu sizga yuzaga kelishi mumkin bo'lgan kasalliklarni dastlabki bosqichlarda aniqlashga va o'z vaqtida davolashni boshlashga yordam beradi. Poliklinikaga borib, oilaviy shifokoringizdan har yili o'tkaziladigan profilaktik ko'riklar haqida ma'lumot oling va ulardan muntazam foydalaning. 6. Oilangiz va yaqinlaringizni jalb qiling. Ba'zan keksa yoshdagi odamlarga byurokratik jarayonlarni tushunish va hujjatlar rasmiylashtirish qiyin bo'lishi mumkin. Bunday hollarda farzandlaringiz, nabiralaringiz yoki boshqa yaqinlaringizdan yordam so'rang. Ular sizning huquqlaringizni himoya qilishda katta yordam bera oladilar. Xulosa va yakuniy chorlov aziz tomoshabinlar, ko'rib turganingizdek, 6 yoshdan keyin davolashmaydi degan gap so'zlar asossizdir. Bunday maxfiy buyruq yo'q va bo'lishi ham mumkin emas. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi barcha fuqarolarning, shu jumladan keksa yoshdagilarning ham tibbiy yordam olish huquqini kafolatlaydi. Ammo tizimda ba'zi tushunmovchiliklar, bürokratik to'siqlar yoki axborot yetishmasligi sababli muammolar yuzaga kelishi mumkin. Shuning uchun sizdan ikkita muhim narsani talab qilinadi. Birinchidan, xotirjam bo'ling va vahimaga tushmang. Ikkinchidan, o'z huquqlaringizni yaxshilab o'rganing va ularni himoya qilishdan qo'rqmang. Agar sizga tibbiy yordam ko'rsatishni asossiz rad etilsa, jim turmang. Biz yuqorida aytib o'tgan barcha kanallar orqali murojaat qiling, shikoyat qiling. Adolat izlang. Shunda siz o'zingizning va boshqa fuqarolarning huquqlari himoya qilinishiga hissa qo'shasiz. Umid qilamanki, bugungi videomiz siz uchun juda foydali bo'ldi. Sizning fikrlaringiz biz uchun nihoyatda muhim. Ushbu mavzu bo'yicha sizda qanday fikrlar bor? Siz yoki yaqinlaringiz shunga o'xshash vaziyatlarga duch kelganmisiz? Izohlarda o'z tajribalaringizni yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'ladi. Videomizga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero bilim va ma'lumot bizning eng kuchli rolimizdir. Salomat bo'ling.